Men sizlarga hozir ikkita shu pomadani mini obzor qilib bermoqchiman. Bu pomadalar labilarni faqat namlantirib qolmaydi. Labilardagi qanaqadir xiralashish, dog'lar bo'lsa, misol uchun uchuqdan qolgan dog'lar ko'pincha bo'ladi. Meni o'zimda ham uchuqdan qolgan dog'lar bor men bitimda. Shunaqa dog'larga sursanglar ochartirib beradi, labilarning rangini tiniqlashtirib. Bu pomada oddiy balzam bilan ko'p emas. Bunda vitaminlari bor. Labilarni erta qarishini oldini oladi. Odam qarigan sari, yoshi katta bo'lgan sari labi sekin-sekin bujmayishni boshlaydi. O'shani oldini oladi. Bu pomadani zo'r tarafi mana bu yerda qopqog'ida oynasi bor. Shunda olasizlar, ko'chada ketayotganingizda mana ko'rasizlarmi, ko'rinib turibdi. Ko'chada ketayotganingizda shunda olasizlar. Pomadani ochib turib, qo'lidagi bundoq qo'yib turib, bemalol suraverasizlar. Keyin eng yaxshi tarafi buni chexoli bor. Chexol shunda tiqib qo'ysanglar, sunyerdagi chiroyli turadi. Sumkadan chetiga ilib qo'ysanglar, shunaqa asal bo'lib turadi sumkalarda. Ko'rasizlarmi? Qanaqa chiroyli bo'lib turadi.